So'nggi yillarda mamlakatimizda migratsiya jarayonlarini boshqarish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbarining tegishli farmon va qarorlari bilan respublikada xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi yaratilib, takomillashtirib borilmoqda. Xususan, sohaga oid 20 dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Migratsiya bo'yicha Respublika komissiyasi, migratsiya jamg'armasi, Vazirlar Mahkamasi huzurida migratsiya agentligi va uning hududiy filiallari tashkil etildi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Kun mavzusi dasturi yana e'tiboringizda. Bugun ko'rsatuvimiz orqali albatta anglaganingizdek mehnat migratsiyasi masalalariga e'tiborimizni qaratamiz. Bu borada bizning savollarimizga Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi Toshkent viloyati filiali boshlig'i Fazliddin Kamoliddinov javob beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Fazliddin aka. Rahmat. Eng avvalo, Toshkent viloyatida mehnat migratsiyasini tartibga solish bo'yicha hozirgi asosiy vazifalar nimalardan iboratligi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Migratsiya masalalari bo'yicha asosiy vazifalar ma'lumotini berishdan oldin men huquqiy asoslarga to'xtalmoqchi bo'lgan bo'lardim. Migratsiya sohasi o'z navbatida O'zbekiston sharoitida o'ziga yarasha yangi soha hisoblanadi. Bu yangi sohada o'ziga yarasha kamchilik, qiyinchilik ko'zda tutiladi, lekin shunday bo'lishiga qaramay, huquqiy va siyosiy irodani qo'lga olgan holda shu oldingi qadamlar bosilmoqda. Bu o'ziga yarasha normativ huquqiy hujjatlar bilan mustahkamlanmoqda. Misol uchun aytishim mumkinki, shu migratsiya sohasini tubdan takomillashtirgan va yangi bosqichga olib o'tgan Prezident farmoni qabul qilindi 2024-yil 17-oktyabrda migratsiya jarayonlarini boshqarish tizimini isloh qilish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 162-sonli Prezident farmoni imzolandi. Mazkur farmon bilan bir qatorda shu kunning o'zida 367-sonli Prezident qarorlari qabul qilindi. Qarorda xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayonlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida bir qancha vazifalar yuklatildi. Bulardan bir qatorda yana shu migratsiya sohasiga bog'lab berilgan boshqa idoralar ham bu yerda biriktirilgan. Ya'niki, oddiy misol qilib aytsak, shu qaror bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligiga hududlardagi Abu Ali ibn Sino tibbiyot muassasalari biriktirildi. Bundan tashqari qurilish sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlash markazlari har bir viloyatda tashkil etildi qaytadan va shu migratsiya agentligiga boshqarish uchun berildi. Ya'niki, bu sohaga e'tibor so'nggi yillarda ortib bormoqda. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yildagi 22-aprelda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini xorijda tashkillashtirilgan tartibda ishga joylashtirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 252-sonli qaror qabul qilindi. Mazkur qaror bilan shu sohani tartibga solish, qaysidir ma'noda ko'maklab berish va boshqa imkoniyatlar mexanizmi joriy etildi. Bu hujjatlarga o'zi nima sabab bo'ldi, qayerdan bu hujjatlar qabul qilinyapti degan savol beradigan bo'lsak o'zimizga, shu sohada huquqiy hujjatlar bo'shliqligi yoki shuni tartibga solish yoki fuqarolarimizni qonuniy xavfsiz mehnat migratsiyasini amalga oshirishga ko'maklashish nuqtai nazaridan bu hamma xat hujjatlar, qarorlar, farmonlar hammasi xalqimizni qiyinini oson qilish uchun yoki qiynayotgan joylarida yengilliklar berish uchun qabul qilingan hujjatlar hisoblanadi. Tushunarli. Xo'p, endi aynan tartibga solish bo'yicha asosiy vazifalar haqida ham bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Qanday vazifalarni o'zida jamlaydi? Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining asosiy vazifalaridan biri Prezident farmoni 162 da belgilangan tashqi mehnat migratsiyasi sohasida davlat siyosatini amalga oshiruvchi davlat organlarining ushbu yo'nalishda faoliyatini muvofiqlashtiruvchi va mazkur sohada davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organi deb belgilangan. Ya'niki, shu sohani butun boshqa tizimlarda va boshqa yo'nalishlarda, lekin mehnat migratsiyasi mavjud bo'lgan yo'nalishlarni hammasini muvofiqlashtiruvchi organ hisoblanadi. Shu 3-band bilan belgilangan. Ya'niki, to'g'ridan to'g'ri Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligini asosiy vazifalari nima deganda,
asosiy vazifasi qonuniy tartibli mehnat migratsiyasini amalga oshirish. Buni tushundik. Endi bu ishlarni amalga oshirish uchun bizda qanday tartib yoki tamoyillar mavjud degan savol beradigan bo'lsak, birinchi navbatda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi davlat tomonidan O'zbekiston nomidan tashqarida ish ko'radi. Bu o'ziga yarasha yengilliklar beradi agentlikka, ya'niki qaysi u yoki bu holatlarda operativ masalalarni yechishi va natijaga erishish nuqtai nazaridan. Ya'ni shu agentlik qanday o'zi faoliyat olib boradi? O'zbekiston nomida chetda, xorijda ish beruvchilarni topadi. Ya'ni ish beruvchi qaysi ish beruvchi? Qonuniy, vaqtida ishini, mehnatini, oyligini, pulini beradigan hamda qulay mehnat sharoitlarini yaratib beruvchi ish beruvchilar bilan muzokaralar olib boradi. Muzokaralar natijasiga ko'ra o'rganishlar olib boradi. Ya'niki xorijdagi ish beruvchi haqiqatda o'zi aytayotgan ish beruvchimi, o'zi yo'qmi? Misol tariqasida aytish mumkin, Rossiyada yoki boshqa davlatda meni shunday katta zavodim bor, menga yuzlab odamlar kerak, ishlash kerak, ular mana obyektlarni quryapmiz yoki mana bu sohada o'zimizni faoliyatimizni olib boryapmiz deganda ko'r-ko'rona unga ishonib ketmaydi. Ya'niki maxsus ishchi guruhlar tuziladi. Shu ishchi guruhlar joylariga borib hamma vaziyatni o'rganadi. Ya'niki u yerda yotoq sharoitidan boshlab ovqatlanish sharoitlari, mehnatga haq to'lash sharoitlari, mehnatni davomiyligi, ya'ni bir kunda necha soat ishlayapti bular, issiqdami, sovuqdami, boshqami, hamma faktorlarni, hamma omillarni inobatga olgan holda kompleksni yondashib buni o'rganib chiqiladi va o'rganish natijasiga ko'ra tegishli xulosa beriladi. Shu xulosaga ko'ra migratsiya agentligi agar ijobiy xulosa bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston fuqarolariga bu manfaatli deb hisoblanadigan bo'lsa, migratsiya agentligi O'zbekiston nomidan shu xorijdagi ish beruvchi bilan o'rtasida memorandum orqali o'zlarini kelishuv bitimlarini tuzadi. Shu kelishuv bitimlari asosida keyinchalik O'zbekiston fuqarolari xorijga vaqtincha mehnat faoliyati uchun jo'natiladi. Tushunarli. Fazliddin aka, endi mana shu yerda bizga hozir qonuniy mehnat migratsiyasini tartiblarini tushuntirib berdingiz va albatta mana xorijiy davlatlar deymizmi, Yevropa davlatlari deymizmi, qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar ishchi guruh u yerda o'rganib chiqishini alohida ta'kidladingizda. Endi shu bilan bir qatorda bir narsani inobatga olish kerak. Bizda mustaqil ketuvchilar ham bor. O'zi menimcha aslida mehnat migratsiyasini vazifasi ham aynan mana shu mustaqil ketishni oldini olish. Qarindoshini yoki yaqinlarini ko'rishga borish nazarda tutmayapman albatta. Bunda mehnat qilish uchun xorijga chiqishda mustaqil sifatida ketganlarchi qay tartibda ular bilan aloqa bog'lanyapti? Ish jarayonlari qanaqa, o'rganilyaptimi bu jarayonlar ham? Savol juda ham o'rinli bo'ldi, to'g'ri aytyapsiz. Ya'niki mustaqil ravishda, ya'ni tashkillashtirilgan qonuniy mehnat migratsiyasiga zid ravishda deya olmaymiz, lekin mustaqil degani bu tashkillashtirilgan emas degani, ya'niki u odam shaxs o'zi chiqib ketyapti xorijga ishlagani, lekin bu haqida hech kimga balkim xabar bermayapti yoki xabardor qilmayapti. Bu sohada o'ziga yarasha tizim yaratilgan. Joylardagi mahalla yettiliklari, hokim yordamchilari, shu mahalla faollari qaysidir o'zini yashash hududidagi fuqarolar ketmaganda, misol uchun, Abdulla akani o'g'li Rossiyaga ketibdi degan o'zaro gap chiqqan taqdirda ham shu jamoatchilik mahalla yettiligi bilan o'zaro gaplashgan holda, bu mahalla yettiligi kelib qiziqadi. Bu Abdulla akani o'g'li qayerda ishlayapti, nima ish qilyapti, ular bilan bog'lanadi, telefon orqali, boshqa orqali bog'langanda, u aytadi, u Abdulla akani o'g'li aytadiki, men Rossiyaning falon joyida mehnat shartnomasi bilan o'zimga yarasha patentim bor, hammasi qonuniy deydi. Lekin o'zim keldim mustaqil ravishda, birov meni jo'natmadi deydi. Tanishim boshqa orqali keldim deydi. Ana shu holatda u o'zini shu mehnat shartnomasi yoki patentlarini jo'natadi va mahalla yettiligidagi hokim yordamchilarini onlayn mahalla platformasiga buni kiritiladi. Ya'niki shu orqali shu mahalla hududida
qaysidir fuqaro mustaqil tarzda xorijga vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ketganligini tizimda ko'rinib turadi bu juda ham o'zini oqlayotgan tizimdan biri deb hisoblayman. Ya'niki mahalla yettiligini nufuzi oshadi. Mahalla yettiligi shu hududdagi bo'layotgan vaziyatni yana ham ichiga kirgan holda to'g'ridan to'g'ri davlat idoralari bilan oddiy xalqni o'rtasida bog'lovchi bir bo'g'im sifatida o'zini rolini juda ham yaxshi amalga oshirib kelyapti. Tushunarli. Bugungi kunda Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz qaysi xorijiy davlatlarda asosan mehnat faoliyati bilan shug'ullanishmoqda? Savol juda ham o'rinli bo'ldi. Bu savolga javobiga keladigan bo'lsak, bu yerda ikkita asosiy yo'nalishni inobatga olishimiz kerak. Ya'ni tashkillashtirilgan tartibda mehnat migratsiyasini amalga oshirilgan va mustaqil. Hammasini bir qilib aytadigan bo'lsak, bu bo'yicha ham bizda raqamli mahalla platformasi bor. Shu platforma mahalla raislari orqali ma'lumotlar bazasi shakllanadi. O'sha mahalla yettiligidagi ma'lumotlar to'planadi va platformaga mahalla raisi kiritadi. Bevosita shu platformada ko'rinib turibdiki, asosiy qism fuqarolarimiz Rossiya davlatida mehnat faoliyatini amalga oshirmoqda. Bundan keyingi o'rinda Qozog'iston turar ekan. Bundan keyingi o'rinda yana boshqa Yevropa davlatlari turibdi va kam foizlarda Koreya, Yaponiya davlatlari turibdi. Ya'niki bundan nima ko'rinib turibdi? Biz O'zbekiston bizga yaqin bo'lgan madaniyat bilan ko'proq bog'liq bo'lyapmiz. Ya'ni u yerda til baryerini bosib o'tish ehtimoli yuqori. Ya'ni juda ko'pchilik rus tilini biladi yoki Qozog'istonga borgan taqdirda ham o'zbek tilida gapirganda ham bir-birini tushuna oladi. Ya'ni millat va madaniyat bir-biriga yaqin. Shu nuqtai nazardan viloyat aholisi aynan shu davlatlarga boryapti degan o'zimizni dastlabki xulosalarimizni qilyapmiz. Tushunarli. Statistik ma'lumotlarga qarasak, bu o'tgan davrlar mobaynida aynan mehnat migratsiyasi bo'yicha geografiyamiz anchayin kengaygan. Siz yuqorida sanab o'tgan davlatlar va ularni foiz ulushida ham ko'rsatkichlar yuqori. Xususan, aynan yuqori daromadli ishlarga yuborish va kasb hunar hamda chet tillariga o'qitish borasida ham bir qancha ishlar amalga oshirilayotgani ko'rib turibmiz va isbotlari ham bunga bor. Xo'p, endi Toshkent viloyatida bizda qaysi davlatlar bilan mana shunday shartnomalar imzolangan va yoshlar qaysi kasb hunarlarga yoki qaysi tillarga o'qitilmoqda? Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Ya'ni mehnat migratsiyasini amalga oshirish jarayonlari oldingi vaqtlarga nisbatan karrasiga o'sgan. Ya'niki ilgari qonuniy mehnat migratsiyasini 3 ta davlat bilan amalga oshirgan bo'lsak, bu 7-8 yil oldingi muddatda, bugungi kunda 20 dan ortdi bu davlatlarning soni. Ya'ni oldingi vaqtga nisbatan 7 barobariga oshgan. Bundan nima dalolat beradi? Ya'ni mehnat geografiyasi kengaymoqda. Bu fuqarolarimizga qo'shimcha imkoniyat degani. Ya'ni bugun o'tgan davrda Rossiya yoki Qozog'iston bilan cheklanib qolayotgan fuqarolarimiz bugungi kunda Koreyaga, Yaponiyaga, Buyuk Britaniyaga, Slovakiya, Sloveniya, Serbiya davlatlari, Litva, Latviya, Estoniya va boshqa davlatlarga borish imkoniyatlari paydo bo'lyapti. Bu o'ziga yarasha bu sohani jozibadorligini balkim oshiryapti deyishimiz ham mumkin. Albatta, bu menimcha qonuniyligi ta'minlangandan keyin yurtdoshlarimizni ishonchi ham ortib bordi. Chunki orada bilamiz, hammamiz o'sha turli xil insonlarni o'sha odam savdosiga uchrashi va o'sha mehnat bozorida o'zini o'rnini topa olmasligi, siz yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek mehnat sharoiti, issiq, sovuq, oziq-ovqat ta'minlanishi yoki oylik daromadlarni o'z vaqtida olmaslik holatlari, muammolari bo'lgan va bugun ham qaysidir ma'noda uchrab turishi mumkin. Albatta, bu endi tartibli yo'lga solinayotgan vaziyat deb aytishimiz mumkin. Lekin men shu o'rinda yuqorida bir savol berdim. Aynan qaysi davlatlarda bizda xorijiy tillarni o'rgatish asosida yurtdoshlarimiz ishga ketishmoqda? Migratsiya agentligining
tashabbusi bilan bugungi kunda Angren shahrida 70 nafar fuqaroyimiz mutlaqo bepul, fuqarolar uchun bepul nemis tili kurslarini tashkil etdik. 3 ta sinf bo'lib o'qilyapti. Bu juda ham o'zini fuqarolarimiz orasida bir yaxshi ijobiy fikrlar bilan qo'llab-quvvatlanyapti va bu kabi kurslarni hozirda boshqa hududlarda ham amalga oshirish taraddudida turibmiz. Ya'niki bu kurslar kimlarga beriladi yoki kimlar bundan foydalanadi degan savol bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik haqiqatda shu o'rganayotgan til bizning holatimizda nemis tili bo'ladigan bo'lsa, Germaniyaga borib yoki nemis tilida gapiruvchi davlatlarga borib turib, shu o'zimning yo'nalishimda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirmoqchiman degan shaxslarga mutlaqo bepul taqdim etilyapti. Bu o'sha xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, B1, B2 sertifikatlarini qo'lga kiritib, xorijiy ish beruvchilarni asosiy talablaridan bittasi o'sha til bilish darajasini to'laqonli o'zini javobini beradi va tilga bo'lgan e'tirozlari ish beruvchilar tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Ya'niki undan keyingi yo'nalishlari, kasb bilish yo'nalishlari maqsadli o'rganiladi. Ya'ni qaysidir holatda og'ir yuk mashinasini haydovchisi tirkama bilan yoki santexniklik yoki juda ko'p aytganimiz shu tibbiy yo'nalishda hamshiralik yoki tibbiy og'alik deymiz, shu yo'nalishlarda hammasi borib ishlashi mumkin. Bugungi kunda shu Germaniyani o'zida 10 ga yaqin yo'nalishda mehnat faoliyatlarini amalga oshirish mumkin fuqarolarimiz. 10 ga yaqin yo'nalish deganda 10 ta soha bu. Bu boya aytganimizdek tibbiyot bo'lishi mumkin yoki xizmat ko'rsatish sohasida yoki chilangarlik deymiz va hokazo va hokazo. Shu bugungi kunda 10 ga yaqin, lekin shu kunlarda yana ham bu raqamlar ortish ustida ishlanmoqda. Bundan tashqari yil boshidan kasb hunarga o'rgatish bo'yicha 4,5 ming nafardan ortiq fuqarolarimiz kasb hunarga o'rgatilyapti. Va chet tillariga hozir aytgan Angrendagi nemis tili kursidan tashqari yana 130 ga yaqin fuqarolarimiz chet tili kurslarini ga jalb qilingan va keyinchalik shu xorijga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yuborilish uchun. Ya'niki bundan ko'rinib turibdiki, bu sohada qilinayotgan ishlar ko'lami o'ziga yarasha. Bu bir idorani ishi emasligini ham biz tushunib yetdik va bu sohadagi, bu yo'nalishdagi ishlarga boshqa tashkilot, boshqa idoralar ham jalb qilingan. Ya'ni bu oliy ta'lim tizimimi, mahalla institutimi yoki xotin-qizlar bilan ishlash bo'limlari va boshqa tashkilotlarni kompleksli mehnatlari evaziga qaysidir natijalarga erishamiz degan umidda turibmiz. O'zi navbatdagi savolim ham aynan mana shundan iborat edi. Bilamizki, xorijga mehnat migranti bo'lib ketish albatta bu bitta tashkilotning vazifasi emas. Chunki aynan bir kishini boya yuqorida aytib o'tganimdek, xorijga ketishidan boshlab qaytib kelishiga qadar bir necha tashkilotlar bu yerda hamkorlikni albatta yo'lga qo'yishi kerak. Aynan Mehnat migratsiyasi agentligi, ya'ni Toshkent viloyati filiali bu borada qanday ishlarni amalga oshirmoqda? Ya'ni o'sha yuqorida siz sanab o'tgan tashkilotlar bilan hamkorlik ishlari qay darajada? Bu ta'kidlaganingizdek, mehnat migratsiyasini faoliyatini amalga oshirish jarayonlariga ko'maklashish bu faqatgina migratsiya agentligini bir asosiy vazifasi emas, balki aytib o'tganimdek mahalla idoralari, o'sha hokim yordamchilari, bandlik bo'limlari hududdagi va boshqa oliy ta'lim muassasalarini rollari o'ziga yarasha bor. Endi bu sohada biz qanday amalga oshiryapmiz bu ishlar? Toshkent viloyati misolida xorijga tashkillashtirilgan xavfsiz tartibda mehnat migratsiyasini amalga oshirish bo'yicha fuqarolarni biz avvalo xabardorligini oshirishimiz kerak. Bu xabardorlik deganda nimani nazarda tutamiz? Bu haqiqatda
mehnat migratsiyasini amalga oshirish bo'yicha qaysidir davlat tashkiloti borligi yoki qaysidir qonun hujjatlar borligi, qaysidir tartiblarga rioya etilishi kerakligi haqida fuqarolarimiz ko'p holatlarda bilmaydi bu narsalar. Bu borada biz o'ziga yarasha noodatiy yo'l tutdik. Ya'ni Migratsiya agentligi Toshkent viloyati filialining o'zini Telegram kanali bor. Shu kanal orqali hududlarda har bir mahallada o'zini mahalla Telegram gruppasi bor. Ya'niki u yerda Telegram gruppada, mahallani gruppalarida nimani gaplashadi oddiy fuqaro? Maishiy gaplarni, o'zaro fuqarolarni gaplashadigan bir maydoni desak bo'ladi. Shu maydonlarga biz ulangan holda shu mahalla va hokim yordamchilarining yordami bilan u yerda biz oddiy sodda tilda so'rovnoma o'tkazdik, anonim so'rovnoma. Shu anonim so'rovnomani men aytib bermoqchiman. Demak, fuqarolardan so'rayapmiz. Fuqarolarni qonuniy va xavfsiz xorijga ishga yuborilish borasida davlat tashkiloti mavjudligi va bu faoliyat bilan migratsiya agentligi shug'ullanishini bilarmidingiz degan savolni beryapmiz. Anonim bu. Mutlaqo odamlarga interaktiv deganda uni qaysidir narsani bosishga undaydi. Ya'niki qaysidir savollarni javobini berish kerak. Endi shu yerda ahamiyat berishingizni so'rayman. 97 mingdan oshiq odam bu xabarni ko'rgan. Va bevosita 7300 dan oshiq odam shu xabarni qaysidir ha yoki yo'q yoki boshqa borasida javoblarini belgilagan. Lekin savol shunday bo'lganki, savolning ichida javobi ham bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, migratsiya agentligi bu tashkilot shuni bilarmidingiz degan savolni beryapmizda, endi 57% odam ha bilaman degan javobni beryapti. Bu 4200 dan oshiq nafar fuqaro shu gapni aytyapti. Haligi 7300 dan oshiq odam ishtirok etgan bunda. Yo'q bilmayman deb 26% odam aytyapti. 1940 nafar. Bu 2000 ga yaqin fuqaro va 17% odam bu soha menga qiziq emas deb 1200 dan oshiq fuqaro javobini beryapti. Kichkinagina ijtimoiy so'rov orqali 7000 dan oshiq fuqaroimiz o'zini ishtirokini, bevosita ishtirokini ta'minladi. Hattoki yo'q menga bu soha qiziq emas degan javobni tanlagan odam ham bu sohadan xabardor bo'ldi. Ma'lumot oldi. Ya'niki ertaga bundan so'raydigan odam kimdir shu yo'nalishda qaysidir savollar bilan o'zaro gaplashib turganda, palon joyda mana shunaqa tashkilot bor ekan, shuni bilasanmi degan haligi o'zini javobini, munosabatini biladi. Bundan tashqari yo'q bilmayman degan 2000 ga yaqin fuqaro xabardor qildik biz shu orqali. Ya'niki bu ijtimoiy tarmoq va hozirgi internet texnologiyalari, IT texnologiyalarini qo'llagan holda o'ziga yarasha qaysidir yo'nalishlarda biz natijalarga erishyapmiz. Bu so'rovnomadan biz nimani tushunyapmiz? Bu sohaga qiziqish yetarlicha bor. Albatta. Bu qiziqishi bor. Qaysidir yaxshi, qulay, xavfsiz sharoit bo'lgan taqdirda ishlagan bo'lardim degan savolga javob bo'lyapti bu narsalar hammasi. Ya'ni o'ziga yarasha bu mahallada, hududda, atrofda shu sohaga bo'lgan munosabat qanaqaligini, fuqarolarning munosabatini biz shu so'rovnoma orqali o'zimizga javobini olamiz va shu nuqtai nazardan keyinchalik o'zimizning ishlarimizni shunga moslab ketishimiz kerak degan bir tushunchalarni qilamiz. Endi shu o'rinda ayollar va yoshlar ulushi haqida ham gaplashsak bu borada. Ya'ni xotin-qizlarimiz asosan xorijda mehnat migranti sifatida qaysi sohalarda faoliyat yurityapti va ularning yoshi nechida hamda yoshlar bu borada qanday? Savol juda ham o'rinli bo'ldi. Bu savolga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyati miqyosida biz o'zimiz qaysidir o'rganishlar amalga oshirganda tashkiliy tartibda ketayotgan xotin-qizlarimiz juda ham kam foizlarni tashkil etdi. Bu 10-15% tashkil etdi. Ya'niki asosan erkak fuqarolarimiz xorijiy mehnat migratsiyasini amalga oshiryapti. Lekin bu erkaklarning ichida asosiy qismi yoshlar desak ham bo'ladi. Qaysi ma'nodaki xorijga borib ishlayotgan 40 yoshgacha yoki 30 yoshgacha bo'lgan odamlarni xorijiy tilga o'rgatish o'ziga yarasha qiyinchiliklar olib kelyapti. Bu yosh bilan bog'liq, oilaviy
holati bilan bog'liq va boshqa masalalar bilan bog'liq juda ko'p omillar bor bunga ta'sir qiluvchi. Ya'niki 30 yoshgacha bo'lgan shu yoshlarimizni tilga, kasbga o'rgatgan holda rivojlangan mamlakatlarga vaqtincha mehnat migratsiyasini amalga oshirish uchun yuborilish holati o'zini juda ham oqlaydi. Hattoki Yaponiyada O'zbekiston fuqarolari qonuniy tartibli mehnat migratsiyasini amalga oshiryapti. Bundan tashqari Yevropa davlatlari boya aytganimizdek, shu Buyuk Britaniya, Boltiqbo'yi davlatlari, Estoniya, Latviya, Litva, Slovakiya va boshqa davlatlarda shu davlatning tilini, madaniyatini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yoki o'rgana olish bir qobiliyati yoshlarda yuqori. Shu nuqtai nazardan erkaklarimizni orasida bir 3dan 1 qismi desak bo'ladi, shu yoshlarni tashkil etyapti. Ularni xavfsizligini ta'minlash, ijtimoiy huquqiy qo'llab-quvvatlashlar ham hammasi o'sha bir xil asosda yuritiladi. Ya'ni ayollarni ham nazarda tutyapman. Bu juda ham to'g'ri aytdingiz. Mehnat migratsiyasini amalga oshirgan migratsiya agentligi yoki shu yo'nalishda ishlovchi organlarga u migratsiya subyekti hisoblanadi. U subyekt u ayol yoki erkak yoki yoshlarga bo'linmaydi, hammasiga bir xil yordam ko'rsatiladi va bir xil sharoitlarda ko'rib chiqiladi har bir masalasi individual holatda. Bundan tashqari xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimizga bir qancha yengilliklar berildi. Yuqorida aytib o'tgan 252-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan bu yerda nimalar berildi, qanday yordamlar, qanday yengilliklar bor deganimizda tartibli mehnat migratsiyasini amalga oshirganda ishchi vizasini rasmiylashtirish xarajatlarini qoplash. Bu bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda qoplanadi. Yoki yo'l chiptasini xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarini qoplash. Ya'ni u misol uchun aytaylik, Koreyaga yoki Buyuk Britaniyaga mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ketyapti, tartibli qonuniy mehnat migratsiyasini amalga oshiryapti. Bu 2 baravargacha bazaviy hisoblash miqdorini qoplab berilishi mumkin. Bundan tashqari shu mehnat migratsiyasini amalga oshirish jarayonida 10 million so'mgacha imtiyozli kredit berilishi mumkin. Hamda xorijda murakkab moliyaviy ahvolga tushib qolgan fuqarolarimiz uchun bir martalik moddiy yordam, ya'ni bu MDH davlatlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha, boshqa davlatlarda bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha yordam berilishi mumkin. Aynan shu moliyaviy yordam bir martalik yordam. Bu nafaqat tartibli mehnat migratsiyasini amalga oshirgan, balkim o'zi mustaqil ravishda ketgan bo'lishi mumkin yoki xorijda qiyin ahvolga tushib qolgan fuqarolarimiz uchun yordam bo'la oladi. Bu albatta arizalar bilan amalga oshiriladi. Ariza ko'rib chiqiladi. Aytilayotgan vajlar haqqoniyligi tasdiqlangan holda bu mablag'lar ajratilishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta juda ham fuqarolarimiz uchun qulay bo'lgan yoki qiyin ahvoldan olib chiqib ketadigan bir holatimiz bor. Bu oxirgi oyda, avgust oyida juda bir katta tayyorgarlik ko'rib amalga oshirildi. Vatanga qaytarish aksiyasi bo'ldi. Hattoki shu mehnat migratsiyasini amalga oshirmagan, tartiblimi, mustaqilmi yoki boshqa holatlarda, qaysidir holatlarda o'sha xorijga borib qolgan. Shu xorijdan qaytarish uchun menga vatanimga qaytmoqchiman, yordam beringlar degan ma'noda murojaat bo'ladi. Ya'ni yo'l chiptalarini olib beringlar. Faqatgina Rossiya Federatsiyasidan 1000 ga yaqin fuqarolarimiz oxirgi bir oyda migratsiya agentligi jamg'armasi hisobidan fuqarolar uchun bepul bo'lgan vatanga qaytarildi. Bu aynan Toshkent viloyatida ham bu holatlar kuzatildi. Fuqarolarimiz murojaat qilishdi, belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Vatanga qaytganlari bor. Ular xursand. Qaysi ma'nodaki bolam o'sha qiyin ahvolga tushib qolibdi deb onalari telefon qilyapti. Bir fuqaroyimizni onaxonga aytayapman. Onaxon, hammasi joyida, hech xavotir olmang. O'g'lingiz bilan doim gaplashib turibmiz. Ertaga biletini olib beramiz. 2 kunda xudo xolasa bag'ringizga keladi. Hammasi chiroyli bo'ladi deb. Ya'niki fuqarolarni xotirjamlikka, bir samimiylikka chaqiryapmiz. Toshkent viloyatidan ro'yxatdan o'tganlari bugungi kunda yo'q, lekin o'zlarini juda ham aktiv
xatti harakatlari bilan Toshkent viloyatida ham shu fuqarolarimizni qonuniy mehnat migratsiyasini amalga oshirishga chorlayaptilar. Bu borada bizni o'zimizni rejalarimiz bor. Barcha xususiy bandlik agentliklarini yig'ib Toshkent viloyatida mehnat yarmarkasini o'tkazish taraddudida turibmiz. Shu masalalarni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'niki ularning faoliyati qonuniy emasligini tasdiqlovchi hujjatimiz yo'q hozirda. Lekin qaysidir holatlar bo'lishi mumkin. Men palon tashkilotdan ishga jo'natilgan edim, palon MCJdan, lekin meni aldab yubordi yoki qaysidir sharoitlari yaxshi emas ekan degan bir vajlarni ham eshitib qolamiz. Lekin bu har bir holatda individual o'rganish kerak degan masalani qo'yiladi. Ya'niki kimnidir bir tomonni eshitib turib, haqiqatda bu shunday ekan deya olmaymiz. Buni tegishli organlar hammasi individual holatda murojaat kelib tushgan taqdirda ko'rib chiqiladi va o'zlarining tegishli munosabatlarini bildiriladi. Endi litsenziya bu nima uchun beradi degan asosiy bitta joyi bor. Shu litsenziya olgandan keyin shu faoliyat bilan shu o'zini xatti harakatlarini hali xalq tilida aytganimizda 7 o'lchab bir kesadi. Shu tashkilot, ya'ni xususiy bandlik agentligi. Ya'niki litsenziyasiga ertaga ta'sir qilib qolmasligi uchun ular ham juda ham ehtiyotkorona va to'g'ri qadamlarni bosishni o'zlariga maqsad qilib olishgan va o'ziga yarasha davlat tashkilotlari tomonidan qo'llab-quvvatlovlarga hozir erishyapti. Tushunarli. Ma'lumotlarga qaraganda 2025-yilning birinchi yarmida 211 mingdan ziyod yurtdoshlarimiz mehnat migranti sifatida yurtimizga qaytib kelgan hamda ularning 52%ligini bandligi ta'minlangan. Bu albatta respublika bo'yicha ko'rsatkich. Endi aynan shu xususda Toshkent viloyatida qaytib kelgan yurtdoshlarimiz borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Birinchi navbatda hali mahalla yettiligi bu ishlar bilan shug'ullanadi. Mahalla yettiligini ichida profilaktika noziri ichki ishlar xodimi o'tiradi. Ya'niki ichki ishlar xodimiga o'ziga yarasha tizimlar orqali xabar yetib keladi. Xabar yetib keladiki, shu seni mahallangda yashovchi falonchi fuqaro uzoq muddatdan qaytib keldi. Uzoq muddat qachon deyiladi? 3 oydan ortiq muddatda O'zbekistonda bo'lmasa, bu uzoq muddat hisoblanadi va uzoq muddatdan qaytib keldi. Demak, shundan bir holidan xabar olgan degan ma'noda xabar keladi. Shu profilaktika noziri mahalla yettiligi, ya'ni mahalla raisi, agar qaytib kelgan fuqaro xotin-qizlardan iborat bo'lsa, xotin-qizlar faoli, joydagi hokim yordamchisi va boshqa yoshlar yetakchisi tegishli mutasaddilar bilan shu xonadonga tashrif buyurgan holda, aynan tashrif buyurgan holda bular bilan profilaktik suhbatlarini o'tkazishadi. Shu profilaktik suhbat jarayonida yaxshi borib keldingmi, tuzukmisan, boshqa degan savollar bilan boshlanadi va uzoq muddatdan qaytding, o'zingga yarasha tibbiy tekshiruvlardan o'tishing kerak degan tushuntirishlarni olib borishadi. Bundan buyog'iga nima ish qilmoqchisan? Agar davlat ishida ishlamoqchi bo'lsang yoki agar boshqa joyda ishlamoqchi bo'lsang, hokim yordamchisi mavjud bo'sh ish o'rinlarini ko'rsatadi, taklif qiladi. Bundan tashqari tadbirkorligi yo'nalishida o'zingni faoliyatingni davom ettiraman desang, senga imtiyozli kreditlar ajratishi mumkin. O'sha biznes loyihalarini ishlab chiqishga ko'maklashishi mumkin. Mahallada mahalla bankiri degan lavozim tashkil etilgan. Shular orqali bu fuqaroni yana jamiyatga qaytarish, yana o'zini band qilish bilan bog'liq masalalar hammasi tushuntirishlar olib boriladi va keyinchalik fuqaroning roziligiga ko'ra u yoki bu ishga joylanadi yoki o'zini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib ketadi. So'nggi paytlarda mehnat migrantlari orasida xorijiy mamlakatlarda huquqbuzarlik va jinoyat ishlarining soni biroz ortayotgani kuzatilmoqda. Bu borada agentlik tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Mazkur yo'nalishda migratsiya agentligi tomonidan bir tartib o'rnatildi. Ya'niki, misol tariqasida aytamiz, Koreya davlatiga borib vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish davrida ularning madaniyatiga, qonunchiligiga, mehnat munosabatlarini amalga oshirishda o'ziga yarasha ko'niktirish
jarayonlari amalga oshirilyapti. Ya'ni bu bir oy muddatda shu Koreya davlatini salomlashish madaniyati, umuman ko'chada o'zini tutish madaniyati va qolaversa mehnat munosabatlarini tartibli amalga oshirish nuqtai nazaridan ko'niktirish ishlari olib borilyapti. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Nega bu jarayonlarga ehtiyoj tug'ildi degan savolga hozirgi savolingiz o'rinliligini nazarda tutamiz. Ya'niki ilgari fuqarolarimiz borib turib shu o'zaro mehnat shartnomasini buzgan holda o'zini ishlab turgan joyidan chiqib ketib o'zboshimchalik bilan chiqib ketib boshqa joylarda ishlash yoki boshqa vazifalar bilan band bo'lish jarayonlari ko'zda tutilyapti. Aynan Koreya davlatida yoki Yaponiya davlatida xorijga ketayotgan shaxsi yonida bitta kafili bo'ladi. Kafil bu odatda juda ko'p holatlarda yaqin qarindoshlar, ya'ni ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari bo'ladi. Shu yaqin qarindoshlariga nisbatan o'ziga yarasha jarimalari bor, shu mehnat qoidalarini buzgan taqdirda. Ya'ni O'zbekiston fuqarosi vaqti kelib Koreyaga tartibli mehnat migratsiyasini amalga oshiryapti, lekin u yerda u yoki bu omillarni inobatga olib mehnat joyini tashlab ketyapti. Ish beruvchi bilan o'rtasidagi mehnat munosabatlari buzilyapti, mehnat shartnomasi buzilyapti va u yerdagi ish beruvchi O'zbekiston migratsiya agentligiga o'zini murojaatini yo'llab, aynan shu fuqaro mazkur qoida buzish holatlarini amalga oshirdi va bu bilan bizni mehnat shartnomamiz bekor qilindi degan xabar jo'natadi. Bu xabarni olgandan keyin migratsiya agentligi bu fuqaro bilan bog'lanish harakatida bo'ladi. Fuqaro bilan bog'lanish imkoni bo'lmagan taqdirda biriktirilgan kafillar bilan bog'lanadi va kafil orqali vaziyat o'rganiladi. O'rganish natijasiga ko'ra fuqaro yo ishga qaytib borish kerak yoki O'zbekistonga qaytib kelishi kerak. Ya'niki fuqaro nima bo'lgan taqdirda ham u davlatda noqonuniy migrant bo'lib qolish kerak emas. Asosiy ana endi shu noqonuniy migratsiyani amalga oshirayotgan fuqarolarimiz soni nisbatan o'sib qolganini hisobiga tadbirlarni amalga oshirish va shu tartib oxirgi 2-3 oy davomida amalga oshirilyapti. Shu tartib amaliyotga qo'yilgandan keyin bizning fuqarolarimiz anchagina o'zlarini erkin his qilishyapti va shu joydagi mehnat qoidalarini buzish holatlari sezilarli darajada kamaydi. Studiyamizga vaqt ajratib kelganingiz va barcha savollarimizga batafsil javob berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlaringizda rivoj tilab qolamiz. Azizlar, guvohi bo'lganingizdek, Toshkent viloyatida mehnat migratsiyasini tartibga solish borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Xavfsiz va boshqariladigan migratsiya siyosati nafaqat mehnat migrantlarini himoya qilish, balki mintaqaning ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. O'tgan vaqt mobaynida bizni tomosha qilganingiz va befarq bo'lmaganingiz uchun siz azizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda kun mavzusi ijodkorlari mana shu yerda o'z dasturiga yakun yasaydi. Salomat bo'ling.